Uyimiz yonib ketdi. Yonib ketgan uy 19 yoshli qizni Kia K5'lik qildi. U yong'in bahonasida yiqqan ehson pullariga mashina sotib olgani rostmi? Ijtimoiy tarmoqlarda 19 yoshli bloger qiz uyi yonib ketgani uchun xalqdan ehson so'rab murojaat qildi. Shundan so'ng odamlar ommaviy ravishda pul o'tkazishni boshladi va bunga blogerlar ham qo'shildi. Ularning ba'zilari millionlab, ba'zilari 10 millionlab pul o'tkazgani aks etgan videolarni o'z sahifasiga joylab ham borgan. Bir hafta o'tar o'tmas yangi olgan mashinasini ko'z-ko'z qilib video joyladi. Shundan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda janjal chiqdi. Xalq bu holatni tushuntirish va pulni qaytarishni talab qilmoqda. Qiz esa yuqoridagi barcha ayblovlarni rad etmoqda. Menga unaqa negativ yozmaydi. Xalqning saxovati va ishonchi oyoq osti qilindi. Bu esa haqiqiy muhtojlarning yo'lini to'sib qo'yadi. Odamlarning ishonchi poymol bo'lgan joyda qonun gapirish shart. Siz qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring.